Hürmetli vatandaş, bugünkü islaha 2024 yıl 6. ayının 8. günü haftaga şembe vatandaşı. Endiki mavzumunda. Bunun da bir turip ayran kılışınız mümkün. Bir turip bu rast mı yoki yalgan mı deb savol qo'yishingiz mümkün. Avval bir xabarni anglang vatandaş. Jungoning bu taklifini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'ini ma'qulladi. Mavzuli xabar 6. ayının 7. günü Yıldızlık Aral gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'ini shu yer vaqti 7. günü maslahatlashib Jungo o'tirib qo'ygan madaniyatlik dialog xalqaro kuni qarorini birdek ma'qulladi. Jungo o'tirga qaror taklif o'tirib qo'yibdi. Buni qaror debdi, buni taklif debdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'ini ma'qullabdi. Diqqat vatandaş. Xinhua munda xabar qildi. Jungo agentligi Xinhua munda xabar qildi. Qarorda barliq ma'rifat va madaniyat natijalari insoniyatning o'rtaq boyligidir. Madaniyat ma'rifatning ko'p xilligini tashabbus qilish. Hamma gaplarni. Ma'rifatlik dialogning dunyo tinchligini qo'g'dash, o'rtaq taraqqiyotini ilgari surish. İnsaniyet farovonligini ilgari surish va o'rtaq taraqqiyotni ishga oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'xshash bo'lmagan madaniyat va ma'rifat o'rtasida barobar dialog va o'zaro hurmat qilishni ta'kidlab, Xi Jinping o'tirib qo'ygan yer shari ma'rifat madaniyati tashabbusining ma'rifat va madaniyat tashabbusining yadroliq ma'nosini to'liq gavdalantirish hamda 6. ayning 10. kunini ma'rifatlik dialoglashish xalqaro kuni qilib belgilan. 6. ayning 10. kuni oldimizda. Jungo taklif o'tirib qo'yibdi. Ma'rifatlik dialoglashish, madaniyatlik dialoglashish. Xilma-xil madaniyatlar va ma'rifat aloyidliklari bu insoniyatning o'rtaq boyligidir. Diqqat vatandaş. Jungoning Birleşken Devletler Teşkilatı'da doimiy turishliq vakili Fu Zong Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida qaror loyihasini tunishtirib mundaq ko'rsatdi. Navbatda har xil krizisning xilma-xilligi bir-biriga giralishib ketdi. Dünya bir yepyeni davolg'osh davriga kirib keldi. İnsaniyat yana bir qatim tarixning ochog'iga yetib keldi. Bundaq ahvol ostida Jungo taraf Birleşken Devletler Teşkilatı'da ma'rifatlik dialoglashish kunini ta'sis qilishni tashabbus qildi. Bundaq ahvol ostida Jungo taraf Birleşken Devletler Teşkilatı'da ma'rifatlik dialoglashish kuni ta'sis qilishni tashabbus qildi. Ma'rifatlik dialoglashishni to'liq joriy qildirganda kamsitishni, bir taraflamalikni tuyatkili bo'ladi. Tushunish va ishonchni ilgari surgili bo'ladi. Odamlar aro qalb almashtirishni ilgari surib, ittifoqlik, hamkorlikning muhim rolini kuchaytirdi va insoniyat jamiyatining ittifoqlashib, o'rtaq xiristlarga taqobil turishiga ijobiy energiya qo'shadi. Bu taklif qaror loyiha, ya'ni qaror loyiha Jungoning ko'p tarafizm va Birleşken Devletler Teşkilatı xizmatlarini qat'iy qo'llashni gavdalantirdi. 100 yillik o'zgarish ichida Jungoning cho'ng davlat bo'lib rol o'ynashini gavdalantirdi. Biz nima deymiz? Qarshi olamiz.
Siz dikkat kılıvatsız vatandaşım. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi diplomatik munosabat 40 yildan oshdi vatandaş. 45-yilga qadam qo'ydi. 1979-yili 1-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatdi. 1980-yillarda Jungoda nisbiy holda nayt qisqa vaqtgacha qo'yib o'tish, jamiyatni erkin holatiga qo'yib o'tish, erkin fikr qilishni qo'yib o'tish, matbuotlarni oz to'liq qo'yib o'tish. Shu vaqtda Uyg'ur shoirlari mening she'rimni qaytarib ber deydigan mavzularda she'rlarni yozgan edi vatandaş. Hatta Xiyobon shu vaqtda yazg'uvchilarning xudosi o'ziga xudodir deydigan gapni qilgan edi shu vaqtda. Demak, jamiyatni mushunda qo'yib o'tdi. Buning sababi Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatdi. Jungo Amerika Qo'shma Shtatlariga jamiyat va jamiyat ahvoli to'g'risida nima xufiyona va'dalarni berdi, buni siz biz bilmaymiz. Lekin Amerika xalqi, men boshdan oxir da'vataman, demokratik jamiyat jon bo'lgan Amerika xalqi sodda va oq ko'ngil. Bugün bir nafar apandi shundoq yozibdiki, ingliz ismini bilmay qoldim, nima debdi u desangiz, g'arb dunyosining Jungoni uzul kesil tushunishi uchun hali vaqt bor. Bugün shundoq debdi vatandoshim. Biroq biz aytili, mushu kunlarda Jungo va'dasi turib, diplomatik munosabat o'rnatib, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga elib kelgan g'arb shamoli yoki bahori shamoli yoki demokratik shamollar bilan birlikda hozir 45 yil o'tdi. Bergan va'dasida, masalan, Xiyobonning shu vaqtda o'ttirg'i chiqib bergan 6 siyosat, 2 rayon, Uyg'uriston va Tibetga bergan siyosatida hech qanday o'zgarish bu yoq tursin, darhol Xiyobonning o'lim, vafoti bilan bu siyosat amaldan tushdi. Peshtoqdan tushdi. Eg'izga olmaydigan bo'ldi. Ya'ni bu qatam Xitoyning millatchilari g'alaba qildi. Shu kundan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgacha Jungo bilan bo'lib o'tgan diplomatik munosabatlarda vatandash eng asosiy 2 yo'l deyli. Xiyobonning shu fikrini o'ttirib qo'yishi, Amerika Qo'shma Shtatlarining shundoq sharoitni yaratib berganligi, undan keyin 1998-yil 6-oyning 27-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Bill Clinton Beijingda Jiang Zeminning oldiga qo'ygan 23 turlik masalaning ichida birinchi jumla Jungoning davlat chegarasi qayerdan qayergacha. Endi bugun kelayli, Prezident Joe Biden davriga kelganda bu 4 yil Jungo bilan bo'lgan suhbat, Jungo bilan elib berilgan diplomatik munosabatlar, Jungoga ishlatilgan besim, men shundoq deyman, ba'zida besim, ba'zida yorishish, ba'zida kelishish, bu diplomatiya asosi oz bo'ldigan ish emas. Mushundoq sabablar tufayli bugungi kunda Jungo Kompartiyasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga taklif va qaror loyiha o'ttirib qo'yib, barobar dialoglashish, ko'p xillik madaniyat shakllarini e'tirof qilish va yoki ko'p xillik madaniyat shakllarini tarafizmlikni, ko'p tarafizmlikni tashviq qilish, tashabbus qilish va mushu holda, mushu sifatli, mushu saviyada Jungodagi xilma-xil madaniyatlarning mavjudligini e'tirof qilish deydigan mushundaq loyihani o'ttirib qo'ygan bo'lsa, agar Jungo Kompartiyasi mushu lavzida turadigan bo'lsa, sen bugun barobar suhbatlashadigan bir avtonom rayon yoki bir o'lka Tibet oldingda turibdi.
Sen bugün beraber söhbetleşidigan, mərifətlik diyaloglaşidigan, medeniyetlik diyaloglaşidigan bir ülke, müstemlike ülke Uyg'uriston oldingda turibdi. Sen bu işni qachon boshlashin mumkin? Buni da qat'i nazar, vaqtdan qat'i nazar bugün sen Birleşken Devletler Teşkilatı'na muş teklifini berib, Birleşken Devletler Teşkilatı muşunda kararını umumi yig'inda ma'qullabdi. Shuning uchun biz buni qarshi olamiz. Çünkü Kompartiyasi shuning uchun buni biz qarshi olamiz. Buni qarshi olganimizda mush yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hükümetinin yuqori darajalik diplomatları, mesela Devlet İşleri Katibi Antony Blinken, mesela Aqsaray Bexatarlik Komiteti, Bexatarlik Maslahatchisi Jack Sullivan, mesela Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Mahkemesining ikkinchi darajaga muavin Devlet İşleri Katibi Kurt Campbell. Ben bu erbapdan sözlügen sözünü sizlerge talay katım yetkizdim. Muşu diplomatlarının galbisi gerçi Amerika taraf bunu eğizgi olmasa mı? Cumhuriyet bir müstabit devlet bugün Birleşken Devletler Teşkilatı koygan teklifte mərifətlik diyaloglaşış, medeniyetlik diyaloglaşış, insaniyet tarihinin, ya insaniyet cemiyetinin baylığı, medeniyet şekilleri, insaniyet medeniyetinin baylığı, mərifət şekilleri digen muşu gepke şundak deyişke kelgen iken Cumhuriyet Kompartiyasi. Elbette biz avval birinci bulup Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden hükümetinin Cumhuriyet'e qaratgan diplomatik siyaseti muş g'albiga erishdi deymiz. Selishtirib ko'ring, Cumhuriyet hükümeti Amerika Qo'shma Shtatlariga o'zi shundoq va'da bermaydi. Çünkü o devlet sifatida o yüz xatir deydigan narsa oldu. Yani özü qadrlashni biladi. Şuna Birleşken Devletler Teşkilatı'na berib, umum yig'inda bundaq taklifning qo'yilishi, umum yig'inning derhal bunu ma'qullashi addi iş emas. Az gündü siz bu sohbatga o'ltirsiz Uyg'urim, az gündü Tibet bu sohbatga o'ltirdi Uyg'urim. Bu vaqtning ichida o'rlashtirilgan ishlar Cumhuriyet Kompartiyasining mushundaq mo'tadillik yuzlanib, bugun Birleşken Devletler Teşkilatı yuqori qadar bir qonunni yoki loyihani yoki qarorni yollab uni umumiy yig'inda ma'qullaganligi uchun biz Cumhuriyet hukumatining bu harakatini ham alqishlaymiz, qarshi olamiz deb aytamiz vatandosh.